Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah, Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud salovatlar, salomlar bo'lsin. Mavzularimiz bugun Xudo xohlasa, Alloh taolo qodir qilganicha sut to'g'risida ozgina berib o'tib ketamiz. Sut. Xom sutni insonga beradigan foydali ish koeffitsiyentlari. Alloh taolo Qur'oni Karimda chorva mollarida ko'p foyda bordir deb aytadi. Xo'sh, bu degani nima degani deyiladigan bo'lsa, molimizni sut, go'sht, xo'sh, terisiyu, suyagiyu birorta bir moldan chiqindi hisobda chiqmaydigan darajada qilib qo'ydi Alloh taolo. Har bitta holatlarida alhamdulillah siz bilan biz bu narsalarda chiroyli holatlarda ishlatamiz. Oddiy masalan mana molni tezagini ham chiroyli bir joyga ko'mamiz, chiritamiz, chirinda qilib turib ekinlarga solamiz. Endi mana suyaklari mana kileylarga ishlanilyapti. Xo'sh, go'sht, sut mahsulotlari. Endi biz hozir sut mahsuloti xususida Alloh taolo qodir qilganicha to'xtab o'tib ketamiz. Sut ichish tartibimiz qanday bo'ladi? Birinchi tartibni tushuntirib o'tsak, xom sut ichish tartibi sog'ilgan xom sutni, yangi sog'ilgan xom sutni marli deymiz-ku, dokadan o'tkazamiz. Hali o'zini issig'i ketmasdan turib ichishlik Xudo xolasa organizmimiz uchun nihoyatda foydali ish koeffitsiyenti o'ta yuqori bo'ladi. Tushuntirildimi? Xo'sh, bu keng dunyo, torga tor dunyo deb qo'yamiz-ku. Mikrob, anondaqa, manondaqa deydigan odamlarning o'zi mikrob odamlar. Tushuntirildimi? Ular o'zi shunaqa odamlar. O'zi Alloh taolo siz bilan bizga ne'mat qilib bergan narsalarda unaqa narsa bo'lmaydi. Ayniqsa mana bir kunda mana duo qo'rg'onlari, inson doimiy ravishda har kuni qurib boradigan qo'rg'onda otini duo qo'rg'oni deymiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda quyosh chiqqunga davr to quyosh botgunga davr tasbih aytinglar deyapti. Biz bunday paytlarda Yosin kalomlarni o'qishlarimiz, Asma-i husnalar, Falaq, Nos, Ixlos suralarini 3 martadan o'qishlarimiz, Oyatul Kursi, Ismi azamlar, kalima tavhidni 100 martalab aytishligimiz, 100 martalab ixlos bilan kalima raddul kufrlarda, umuman kalimalarda aytishligimiz, bu siz bilan bizni kunlik duo qo'rg'onlarimizni hosil qilishligimizga, tashkil qilishligimizga kifoya qiladi. Bunday xonadonlarda hech qanday ular aytmoqchi mikrob degan narsa bo'lmaydi. Yerga tushgan narsalarni shunday olasiz, changini qoqib yeb ketaveradigan darajada. Tushuntirildimi? Yerga tushgan narsa mikrob degan narsa hech qanaqa unaqa narsalar bo'lmaydi. Keyin o'sha xonadonda bola yiqilsa ham shikast olmaydi. Baland, past, boshqasi qizig'i yo'q. Tushuntirildimi? Shikast, saqlanadigan travma degan narsa u insonlarda kuzatilmaydi. Nimani barakoti desa, duo qo'rg'onlarini barakotidan. Tushuntirildimi? Duo qo'rg'onlarini barakotidan o'shanaqangi bir shikastlar hammasi to'xtaydi. Tushuntirildimi? Inson qo'rg'onda bo'ladi. Duo qo'rg'onlarida bo'ladi. Alhamdulillah. Endi bunday holatda boqayotgan chorvangiz, mol qo'ylaringiz, echkilaringiz bu alhamdulillah shunaqangi bir holatdaki ular ham nurni ichida bo'ladi. Yeb ichishlari, undan oladigan ularda oziqlanishi-yu, ulardan oladigan sizni oziqingiz ham o'ta yuqori darajada, o'ta sifatli darajada bo'ladi. Tushuntirildimi? Endi buni sifatsizi qanday bo'ladi deydigan bo'lsa, sutni ham sifatsizi shunday bo'ladiki, gidrolizlarda atalasi ichadiganlar bor. Bilasizlar-a? Odamlar eshik tagiga bochkalarda qo'yib qo'ygan, gidrolizda atalasini olib kelib qo'yadi, spirt zavodlarinikida. Haligindan keyin iste'mol qilishadi.
bechara mollarda mollar haligi nima deymiz, yarim kayib yurishadi. Shuning uchun qurbonlik hukmiga keladi. Gidrolizda spirt olinganda atalasini ichgan mol qo'ylarda go'shti mumkin emas. Ya'ni nimasi mumkin emas? Qanday desa, ularning qurbonlikka o'tmaydi. Tushuntirildimi? O'shanday holatlarda siz bilan biz boqishligimiz nojoiz bo'lib qoladi. Endi uni suti biz aytgan natijalarni birortasini ham bermaydi. Tushuntirildimi? Endi hozirgi aytganimizdek duo qo'rg'onidagi o'shanday barakotli xonadonlardagi xudo xolasa sutlar, qatiqlar, bu mahsulotlarimizga izoh berib o'tib ketamiz. Insonga ta'sir doiralari. Alhamdulillah. Endi sut ichish mahallini aytdik, yangi sog'ilgan holatda. Xo'sh, ichish normativi qanday bo'ladi deyiladigan bo'lsa, eng ozimiz piyaladagidan tortib turib, gavdasiga qarab turib, xo'sh, yarim litrdan ko'pgacha bo'laveradi, 600 grammgacha bo'laveradi. Tushuntirildimi? Bu deganimiz qanday, nima deyiladigan bo'lsa, bu shunaqangi bir narsaki, insonda gavda masalalari bo'ladida, gavdali odam qo'sh ichishligi joiz, mumkin bo'ladi. Tushuntirildimi? Qo'sh. Siz bilan biz mana bir kosa ichsak, ular 2 kosa ichishga haqli. Organizm ta'minot masalalariga ko'proq ozuqa kerak bo'ladi ularga. Tushuntirildimi? O'shuning uchun ular qo'sh. Bemalol siz 300 grammlik ichyapsizmi? Yangi sog'ilgan sut. Ular 600 grammlik ikkita kosada ichishligi, kichkina kosada ichishligi xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'laveradi. Endi ichish tartibimiz qanday bo'ladi desa, suyuqlikni ichish tartibi o'tirgan holatlarda ichishligimiz sunnat bo'ladi. Buni ham eslatib qo'yaylik. O'tirgan holatlarda bismillahirrohmanirrohim deb turib ichilinadi. Bu ham bitta ko'tarishda ichilamisa yo'q. Dam olib ichilaveradi. Birinchisida bismillahirrohmanirrohim degan bo'lsa, qolgan ko'tarayotganda bismillah deb qo'yish sunnat bo'ladi. Tushuntiradimi? O'shanday holatlarda his qilgan holatlarda ichganimiz ham xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'laveradi. Tushuntiradimi? Sut ichilinyapti, mazza qilgan holatlarda ichilinyapti. Xo'sh. Erta bilanda ovqatdan oldin 1 soat oldin bo'laveradi. Keyin kechqurun yotishdan oldin ham bo'laveradi. Asal ichadigan mahallarimiz bo'ladi-yu, o'shanday holatda ham sutni ichishligimiz mumkin bo'laveradi. 3 mahaliga, xo'sh, 2 mahaliga, ba'zi holatlarimizga 1 mahaliga tavsiya qilaveramiz. Xo'sh, 1 mahaliga tavsiya qiladiganlarimiz qanday bo'ladi deyiladigan bo'lsa, 1 mahaliga tavsiya qiladiganlarimiz bunda insonda jigarlarda buzilish holatlari bor. Jigar sirroz deymiz. Har xil jigardagi buzilish holat, jigarlarda qatib qolish holatlari bo'ladigan bo'lsa, 21 kun asal iste'molidan keyin 1 mahaliga, erta bilanda 1 mahaliga sutni tavsiya qilamiz. U ham qanchagacha esa 1 oy. 1 mahal ichdimi, keyin iyag'iga 2 mahal, 3 mahaliga o'tsa bo'laveradi. 2 mahaliga qanday insonlarga tavsiya qilinadi deyiladigan bo'lsa, sog'lom odam ozg'inroq odam. Endi u ko'pchilik anaqa qilib semiraman, bunaqa qilib semiraman emas. 2 mahaliga iste'mol qilib turadigan bo'lsa, erta bilanda kechqurunda. Xudo xolasa 2 oy davomida haligi inson o'zini tetik holatlarda, organizm baquvvat holatlarda ushlab oladi. Tushuntirildimi? Semirish, o'ziga kelib olish holatlari bemalol 100% ga 100% kuzatiladi. Endi 3 mahalligimiz qanaqa bo'ladi deyiladigan bo'lsa, 3 mahalga alfabetlarga ko'proq tavsiya qilamiz. Ya'ni gepatitlar deymiz-ku, hozirgi meditsina, dori, battar bularni evaziga bo'lib, chillashir holatiga kelib qolgan insonlarimiz. Bunday insonlarga 3 mahal tavsiya qilamizki, bu ham quvvat bo'ladi,
ham semirish holatlari. Endi eng kami qancha bo'ladi desa, 1 oydan 3 oygacha bemalol tavsiya qilaveramiz. To'xtamasdan ichishlikni, orani uzmasdan. Tushuntirildimi? O'sha xom yangi sog'ilgan sut. Tushuntirildimmi? Xom yangi sog'ilgan sut. Endi uni ish koeffitsentlari qanday bo'ladi? Inson organizmida. Inson organizmiga ta'sir doiralari o'ta yuqori. Tushuntirildimi? Xohlasanglar mana 1, 2 deb sanab turinglar. Birinchi inson mana ichyapti, shunday ichyapti, sut og'izga shunday kelishligi bilan miya, asab sistemalari o'zini ta'minotini darrov so'raydi. Tushuntirildimi? Bu sut holati, hidi, o'zi sistema, undagi quvvat masalalari, asab sistemasini o'sha zahoti tetiklashtiradi. Tushuntirildimi? Albatta asab sistemani o'zi sutga hisobda tetiklashishga, asab sistemani yumshashga, ikkinchisi, uchinchisi asab sistemalarida ishlash faoliyati tozalanishligiga, sut ichki sistemalarda tozalaydi. Bu asab sistemamizga ham o'zini rolini o'ynaydi. Tushuntirildimi? Asab sistemalarida tozalashga, asab sistemalarida to'rtinchisi soatdek ishlashiga, tushuntirildimi? Ya'ni asab sistemalar nimani evaziga xabar masalalari zudlik bilan bordi keldisi. Oyog'ingiz bunday bosdingiz, nimani bosdingiz? Tikonni bosdim deysiz. Qaramasdan turib aytib berasiz. Ha, yo toshni bosibman xolos deysiz. Yo kessay deysiz. Nimaga desa, o'sha narsa qanday bosilgan bo'lsa, miyaga yetkazib beryapti. O'shini ketadigan xabarlarini tozalab berishlikka xizmat qilyapti. Tushuntirildimi? Toza beryapti, hammasi o'z o'rnida. Asab sistemamizda ham appendisitlar bo'ladi. Asab tugunlari deymiz. Appendisit nima degani deyiladigan bo'lsa, appendisit shunaqa narsaki, sherdan 300 metr joyga, ishxonamiz nari tomoniga suv olib boradigan bo'lsangiz, maytdan suv chiqib turibdi. Shilankani ulaydigan bo'lsangiz, borguncha maytdan napur bilan chiqayotgan yerda shildirab chiqadi. Shu yerda 3 ta joyga, hech bo'lmasa 3 ta joyga appendisit qilib baylasangiz, shunday masalan necha turbada ketyapti. O'shiga miqdorlab turib, ashitga aylanadigan joyni bunday baylasiz bir qarich qilib. 3 ta joyda aylanyaptimi? Bu yerda qanday ketayotgan bo'lsa, u yoqdan ham xuddi shu tezlikda chiqib beradi. Tushuntirildimi? Bu appendisit, ya'ni tugunlar, baylangan tugunlar tez olib borish holatini ta'minlab beradi. Shuning uchun asab sistemasida xabarni yurish darajatlarini ham tezlashtirib beradi. Tushuntirildimi? Xo'sh. 5-inchisi, insonda asab sistemasidan uxlash klapanlarni o'zini o'rnida ishlashlikda ham tozalab turib, inson uyqum kelmayapti, bu bo'lyapti. Bilasizlar-a? Qanaqangi bezovtalanishlar bo'ladi. Xo'sh, uxlash uyqu sistemamizga ham nihoyatda chiroyli holatlarda ekoni o'rtadagi ajratib beradigan kontaktni, tushuntirildimi? Uyqu tomirlari bu yurish, harakat tomirlari. Ikkalasi almashishlikda qiyinchiliklar bo'lmaydi. Tushuntirildimi? Qiyinchiliklar bo'lmaydi, uxlashlari ham normativ holatda bo'ladi. Uyquga to'yish holatlari 6-inchisi. Uyquga to'yish holatlari. Nimaga? Asab sistemalari tozalangan holatlarda asab sistemasi inson uyqu masalasida ham qiynalyaptimi? Hali sutdan ko'prog'ini xohlayveradi. Qani endi yana bitta kosa ichsammi dedi. Endi biz o'rtacha normativ holatda olib beryapmiz-da bu narsaga. Tushuntirildimi? 6-inchi bu bo'ladigan bo'lsa. 7-inchisi miya sistemamiz o'zini vazifalarini bajarishlikka. Masalan, nima deymiz? Arqa miya xotira, ushlab qolishliklar, xotirada saqlashliklar, xotirada tiniq saqlashliklar. Tushuntirildimi? Bu narsalar uchalasiga ham mana 7, 8, 9-inchisi ketyapti. Endi 10-inchisi insonda arqa miyada bo'ladigan qo'rquv darajalari. Bilamiz-a? Insonda vahima, qo'rquv masalalari insonda bo'lib turadi. Endi sut
bu narsalarni kun ichish holatlarini ta'sir doiralari bilan qo'rquvlar ham yo'qolib boradi. Tushuntirildimi? Qo'rquv. Sistema tozalanyapti, qo'rquvlar ham yo'qolib boryapti. 10-si. Endi undan tashqari, endi qisqa qilib beraveramiz, xudo xolasa. Xo'sh, 11-chi. O'rta miya. O'rta miya, ichki boshqaruv. O'rta miyaga bo'ladigan ta'sir doiralari o'ta yuqori. Tushuntiradimi? O'rta miya, miyani o'zini aytib o'tib ketamiz, keyin miya boshqaruvidagi holatlarni alohida aytib o'tib ketamiz. O'rta miya, miya sistemamizga shu darajaga o'rta miyamizga ta'sir o'tkazadiki, bu ichki sistema, o'rta miya, ichki sistemamiz bilan bel boshqaruvini vaziri o'rta miya hisoblanadi. Hammasi bosh miyaga bo'ysunyapti. O'rta miya bu sistemaga mas'ul. Tushuntirildimi? Endi sut masalalari ichki sistemamizda tiniq to obработка bo'lib o'tib ketgunga doğru yo'g'on ichakgacha ta'sir doiralari yuqori bo'lganligi uchun o'rta miyamizda sut mahsulotini foydali ish koeffitsiyenti o'ta yuqori bo'ladi. Tushuntirildimi? O'zingiz o'ylang, ichki sistemamizda jarayoni ketyapti, ichyapmiz. Endi buni asosiy boshqaruvi bo'lgan tepamizda, o'rta miyamizda sistema, o'rta miya tafakkurga xizmat qiladi. Fikrlashlarimiz tiniqlashadi. Tafakkurimiz, xulosa chiqarishlarimiz, qarang, 13 ta. Undan tashqari, siz bilan biz biror bir narsalarni o'ylab qiladigan ishlarimiz unutmay ham turamiz. Bunday to'xta, nima dedim? Nimada shu yerda fikr qildim deymiz. Bu o'rta miya insonda fikrlashga xizmat qilganligi uchun o'rta miya faoliyatimizga ish koeffitsiyenti o'ta yuqori. Tushuntirildimi? O'ta yuqori. O'shanday holatlardan esdan chiqib qolish holatlarini ham tezda bartaraf qiladi. Bu sistemani pasi normativ holatda sut bilan ketayotgan bo'lsa, tepadagi boshqaruvni mazza qilib tashlaydi. Tushuntirildimi? Shuning uchun o'rta miyani tozalanib, ichki boshqaruvlarga bo'ladigan yo'nalish holatlaridagi uncha-muncha g'uborlardan zudlik bilan inson qutulinadi. Qarang, 16-si bu bo'ladigan bo'lsa, o'ng miya, chap miya. Bu sistemalarimizda ham ta'sir doiralari o'ta yuqori. Ayniqsa o'ng miyani ham olaylik, chap miyani ham olaylik. Ikkalalarida ham mas'ul tomonlari bor. Masalan, o'ng miyamiz yurak, qoratalaq tomonlarga mas'ul bo'ladigan bo'lsa, ichki sistemamiz ta'minot masalalari yuqori bo'lyapti. O'ng miyamizda qarangki o'ta yengillik. Boshqaruv masalalarida qiyinchiliksiz, bosimsiz holatda boshqaruvlar ketyapti. Qarang, 17, 18, 19 ta. Yana 3 ta xuddi 20, 21, 22-chi ta'sir doiralari chap miyamiz o'ng tomonimizda. Bunday holat nima deyiladigan bo'lsa, bunda jigar sistemalarimiz baribir chap miyamiz bu tomonga mas'ul. Bir tomon boshqaruviga. Tushuntiradimi? Holatlarimiz nihoyatda chiroyli holatlarda o'zini ushlab boryapti. Endi qarangki, bu rabochiy qismlarimiz, bu sut mahsulotlarini doimiy ichishligimiz evaziga bizdagi bezlarda tozalanishligi. İnson organizmida mana limfa bezlari deymiz. U qanaqa bezlar deyadigan bo'lsa, bu shunaqangi narsaki, zaharlarni yutib, zaharsizlantirib chiqarib beradigan bezlar. Tushuntirildimi? Biz yedik, ichdik, shuncha masalan o'timiz uni dezinfeksiya qilyapti, tozalanyapti, so'rilyapti, sistemamizga ketilinyapti boricha, jigarda obработка bo'lyapti, tinkada chiroyli pishyapti, tarqalib ketgandan yana hujayralarga borganda ma'lum darajada qoladigan zaharlari bor. Tushuntirildimi? Sut nima qiladi? O'sha sistemalarimizni ham chiroyli holatlarda tozalaydi. Buning uchun qo'l, oyoqlar, muskullar, qarang, 22, 23, 24larimiz insonda tozalanyapti. Chiroyli holatlarda erkin his qilyapmiz. Oyoq qo'llarimiz, bellarimiz erkin holatda, quvvat kirib boryapti, semirib boryapti.
24 bo'ladigan bo'lsa, 25 holatida bo'ladigan bo'lsa, nima ishga harakat qiladigan bo'lsak, o'sha harakatlarimiz dadillik bilan ketilinyapti. Tushuntiradimi? Dadillik bilan o'sha narsaga to'g'ri yopishilinyapti. Bu nima deyiladigan bo'lsa, alhamdulillah Alloh taoloning siz bilan bizga bergan bir ne'mat. Buni dalneshi ta'sirlarida inson organizmiga keltirayotgan ta'sir foyda darajalari. Xo'sh, undan tashqari. Xo'sh, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 gacha. Bular qanday holatlar deyiladigan bo'lsa, alhamdulillah. Bu quloq inson embrioni. Tushuntiraldimi? Quloqimiz ham organizmimizga nihoyatda katta rol o'ynaydi. Tushuntiraldimi? Undan tashqari qo'llarimiz, barmoqlarimiz har bittasi holatga qarab turib butun sistemamizni paralleli. Barmoqlarimiz. Endi ichki sistemalarimiz, ichki boshqaruv, buyoqlarimiz normativ holat ushayapti. Mana kaf holatlarimizda ham holatlar normativ holatga ketyapti. Endi qarangki 31, 32, 33. Oyoq sistemalarimizdan xuddi shunaqangi holat. Uncha tovon og'riqlari ketyapti, asab sistemalari joylashib, joy-joyga kelib, tovon, ya'ni beldagi holatlar. Undan tashqari asab sistemani butun joylash holatlari. Undan tashqari pastki butun sistemamizni asab sistemadagi parallel holatlarida ham inson yengillik holatini his qilyapti. Bu Alloh taoloning siz bilan bizga bergan ne'mati. Men hozir kerak bo'lsa Alloh taolo bildirganini milliarddan birini gapiryapman xolos. Ozgina 33 ta siz bilan bizni tushunib oladigan holatdagi foydali ish kayfiyatlari. Tushuntiraldimi? Alhamdulillah Alloh taolo ota-onamizdan ham mehribon zot. Ota-onamizdan ham mehribon zot. Biz bu narsani ichish tartiblarini xuddi hozirgidek holatlarda olib borsak. Tushuntiraldimi? Endi ichki sistemamizga beradigan ta'sirlarini vaqtimiz oz qolyapti ekan, tez-tez berib o'tib ketaveramiz. Xo'sh, og'iz sistemalarimiz ichyapmiz. Bunday og'izga sut inson olishiga ya holatini o'sha zahoti biladi. Bilamiz-a? Og'iz sistemamiz, og'iz sistemamizdagi holatlar, og'izdagi uncha-muncha toshmalar, og'izdagi uncha-muncha hid holatlarni ham ko'tarishga haligi narsa sabab bo'ladi. Sut, tushuntiradimi? Sutda o'zi shunday narsa borki, har qanday mikrobni o'ldirib ketishlik xususiyati bor organizmdagi mikroblarda. Sut ichib yurgan odamning og'zidan badbo'y hid ham kelmaydi o'zi. Tushuntiradimi? O'zi shunday holatki, onani sutida mana nechta mana ma'lumotlarimiz shuncha bo'lib yotibdi kanalda. Telegram kanalimizda ona suti, ko'z og'risa ona suti tomizilinadi. Quloq og'riyapti, ona sutidan tomizyapti. O'zi ona emizayotganidan tomizyapti. Burni bitib qolyapti, ona sutidan tomizyapti. Kindigidagi jicha o'zgarishlar, qizarishlar ona sutidan tomizyapti. Sistemani qaysi qismlarida ham buzilishlar bo'lyapti, ona sutidan tomizyapti. Mikroblar haligi joyida tashqi tomondan shunday ta'sirini ko'rsatib turib yo'qolib ketyapti. Hatto mana aytaman o'tganmiz, adashmasam oldingi temalarda aytganmizmi, oddiy masalan bolajonni ich kelishi qiyin, arqa peshobda qizarish, og'riq holatlari, achish holatlari go'dayda bo'lyapti. O'shanday holatlarda ham ona sutidan tomizishlik. Bu ona suti bola uchun hamma tomondan mikrob, ya'ni insonga singmaydigan narsalarni o'ldirishlikka katta xizmat qiladi. O'shuning uchun og'iz sistemamizga foydali ish koeffitsiyenti xom sutniki nihoyatda yuqori bo'ladi. Tushuntiraldimi? Og'zimizdagi mikroblarni hammasini birin-ketinlik bilan o'ldiradi. Endi buni alohida bir deb sanaydigan bo'lsak, ikkinchisi hidlarni ketkazadi. Alhamdulillah, bu Alloh taolo bergan, siz bilan bizga bergan ne'mat. Foydali ish koeffitsiyentlarini qarang. Undan tashqari mayda, uchinchisi toshmalar. Mayda toshmalarni yo'qotadi. To'rtinchisi mulk sistemamiz. Mulklar insonda qochib qolishlik holatlar bo'ladi. Bilasizlar-a? Mulk sistemalarda normativ holatga, o'sha tortilish holatlarini joy-joyiga kelgizirish. Mulkda o'zini haqiqiy rangini, sifatini berib qo'yadi. Tushuntiraldimi? Bilasizlar odamlarning mulki. Yo issiqqa ham, yo sovuqqa ham chidamaydi.
ichib yurishlik bilan issiq sovuq insonni ichida bo'lib qolgan holatlarda ham normativ, ya'ni issiq sovuq darajalarini ham ketkazdiradi. 6-si. 7-si tish sistemalarimiz. Tish sistemalarimizda uncha ketadigan korroziya, karies deb qo'yishadi-yu. Tishdagi yemirish holatlarini to'xtatishlik holatlari. Chunki unda aytyapmiz, mikrobni o'ldirish xususiyati bor sutda. Xo'sh, undan tashqari tilimiz 8-si. Tilimizdagi holatlar, tildagi buzilish, tildagi qizarish, tildagi rang o'zgarish, tildagi achish. Mana 11 daqiqaga qarab ketyapti. Endi tezlatib yormasak bo'lmaydi. Tomoq, kichkina tilimiz, kichkina til ligirovkalari. Tomog'imizdagi qatlamni normativ holatga olib kelishlik. Endi tomog'imizda og'riq shunaqa holat bo'ldimi? Ichayotgan o'sha xom sutimizga ozgina asalni qo'shib olishligimiz. Tomog'imizda ham bilinib turibdi. Ozgina asalni qo'yib turib, jicha g'ara qilib turib ketkizib olishligimiz. Tushuntiradimi? Xom sutni o'ziga asal. 12-si. Shu bilan nima bo'lyapti deyiladigan bo'lsa, tomog'imizdagi holatlar olinyapti. Tomoqni yiringlash holatlari. Unga ham asalli holatlarda ozgina tomoqni ushlab turib yutib olishlik. Tushuntiradimi? Ozgina ushlab turib yutib olishlik. Tomoqdagi teri masalalari, tomoqda terisini asal bilan iste'molida og'izda terisiga o'xshatib qo'yadi. Chidamlilik darajasini yuqori qilib qo'yadi tomoqnikini. Tushuntiradimi? Endi 14-si qizil o'ngach. Insonda qizil o'ngach degan narsa bo'ladi. U o'zini vazifasini juda go'zal holatlarda bajaradi. Bu qizil o'ngach ovqat masalalarida normativ holatlarda ishlaydigan bo'ladi. U siqib olib kirib ketishlik kerak-da ovqatlarni. Tushuntiradimi? Elastishsiz holatlarini joy-joyiga keltirishlik. Tushuntiradimi? Endi undagi mayda uncha-muncha toshmalarni yo'qotishlik, mikroblarni yo'qotishlik. Qizil o'ngach insonda aytamiz-ku, miyizdan berar ekan, ay sovuq yo matiz bunday turadi deb. O'sha narsa qizil o'ngachga berganda qizil o'ngach balchig'i bo'lib qoladi. Tushuntiradimi? O'sha balchiqlarni ketkazish, undalik balchiqda boshqa bo'lay narsa bo'lganda, bizda ham bu yerimizda har xil mikroorganizmlar darrov o'ziga yarasha, darrov jon kirib oladi. Tushuntiradimi? O'shanday holatlarda haligilarni bir qator achishtirib o'tadi. Tushuntiradimi? Bu sut masalalari qizil o'ngach deyiladi ham joy-joyiga kelgizishlik holatlarini. Keyin qizil o'ngach rakini oldini olishlik. Bilmayapti, issiq ichib qo'ydingiz. Ko'proq issiq ichishdan bo'ladi-da qizil o'ngach raklari. Bu oshqozonni bosh tomoniga kelganda o'zi kuydirib qo'yadi. Kuydirib qo'ygandan keyin et qatib qoldimi? Qatib qolgandan keyin yonidan poq ketib chiqadi. Iloji elastishlik bor. Chiqqandan haligi narsa qizil o'ngach to'sadi. Tushuntiradimi? Sut asal bilan qo'shib foydalanilyapti, qizil o'ngach raki oldi olinyapti. Tushuntiradimi? Oldi olinyapti. Keyin 17-si qizil o'ngachni oxirgi quyish qismini normativlashtirib beradi. Tushuntiradimi? O'tda tomoqdan ketish holatiga o'xshatib qo'yadi. Bir xillik darajalari. Iste'mollarimizni uzoq davom etishligini natijalari bu. Undan tashqari 17-chi bo'lsa 18 oshqozonga tushilyapti. Oshqozondagi noto'g'ri bakteriyalarga o'zini ta'sir doiralarini ko'rsataveradi xom sutimiz. Xom sutni o'zi yaxshi, tushuntiradimi? Noto'g'ri bakteriyalarda hammasiga o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Xo'sh, 20-si oshqozonning o'zidagi mayda toshmalarga. 21 oshqozonimizdagi yazva, yaralar bo'lib qoladi-yu, yara bo'lib qoldida bir umr dori ichib yuraveradi. O'zi asli o'sha yara nimadan bo'ldi desa, bu dorini och qoringa ichasiz ekan desa, halpillaganicha o'zi qurib qaqshib yotibdi, dorini bit ichadi, oshqozon aylantirib turib yopishtirib qo'ydi. Bo'ldi, pishdi haligi joyda. Qarang, nima bo'ldi desa, yopishib qoldi. Bo'ldi, haligi narsa yazvaga, yaraga aylanib ketdi. O'sha narsalarni asta-sekinlik bilan yemirib borishlikka xizmat qiladi. Tushuntiradimi? Yemirib borishlikka xizmat qiladi. 23, 24lari
oshqozonda ishlash holat funksiyalarida chiroyli holatlarda o'zini hazm qilish nimalari borda, o'shalarni tetik holatlarda ushlab turishlikka xizmat qiladi. Tushuntiradimi? Endi undan tashqari endi hozir jigar tomonga o'tmaymiz. 12 barmoqlik ichak. 12 barmoqlik ichakdagi sistematik buzilishlarni normativ holatga kelgizib qo'yadi. Tushuntiradimi? Sistematik buzilish, ichak sistema deyiladi. Bu xo'sh, nechinsiga keldik? 29. Yo'q, 29 a? Yo'q, 24. 25 bo'ladigan bo'lsa 12 barmoqli nimamiz. Endi 12 barmoqlik ichakda mayda toshmalar 25 bo'lsa 26 miz. U yerdagi holatlar tomirlari bormi? Yo'q, bu 29 30 ga qarab ketyapmiz ekan. 30 ga qarab ketibmiz. Bu tomir sistemalar, ya'ni vena deganimiz so'rib yoradiganlar bo'ladi. Tushuntiradimi? U yerda ularni atroflarini normativ holatga qarab o'tkazib ketadi. Tushuntiradimi? 30 31 12 barmoqli ichak ishlov berdimi? 32 33imiz ketyapti ichak sistemalarimiz. Tushuntiradimi? Olib, buyaq ozuqa olgandan tashqari chiqindi hisobida chiqib ketayotgan holatimizda ham ichak sistemamizdagi buzilishlarda, mayda toshmalarda 33 bo'ladigan bo'lsa, palitlarda 34. Mayda palitlar bo'ladi-yu, ichak sistemalarida o'sish darajalari yuqori bo'lganligi uchun u yerdagi palitlar, o'sib ketayotgan narsalar, u narsalarni to'xtattirib, u yerdagi holatlarni normativ holatga keltirishga xizmat qiladi. Endi biz orada asal bilan ichib turamiz. Mana aytgan narsalarimiz natija berishligi uchun toza asaldan ichib turiladi. Tushuntiradimi? Endi undan keyin ichak sistemalarimiz ketilinyapti. Holatlar, ichaklar hammasi ishlov berilib, holatlarda siz buni bir marta ichmayapsiz, davomiy ichyapsiz. Ichak sistemalari daji boshida oshqozon g'uldiradi, ana bo'ldi, mana bo'ldilarimiz bor-ku. Sut ichsangiz oshqozon u narsani bunday holatda qabul qilmaydigan darajada ham bo'ladi. Tushuntiradimi? Sutni qadarida bor edi. O'sha narsalarga abrabotga ketayotganda g'uldirashlik, har xil ovozlar chiqishlik, endi shunday holat bo'ladiki, o'sha narsalar ham asta-sekinlik bilan yo'qolib ketadi. Sut ichasiz, bu oddiy non yeganda sho'rib ichgandek holat bo'lib qoladi. Tushuntiradimi? U qadaridagi o'sha holatlar birortasi o'zini ko'rsatmaydi. Tushuntiradimi? Qadaridagi o'sha holatlar oshqozonda, ichakda bo'ladigan har xil shunaqa shovqinlardan ham qutulasiz. Tushuntiradimi? Endi bu shovqinlarning yana bitta sabablardan bittasi ko'pchilik appendis kerak narsa ovorsa bo'laveradi. O'shundan keyin ham insonni qonni g'uldiradigan bo'lib qoladi o'zi. Bu doimiy ichishlik holati bilan ana shundagi g'uldirashlik holatlaridan ham qutulib qolasiz. Tushuntiradimi? 36-si. Endi yo'g'on ichakda ishlash faoliyati. Aytdik, tepa, o'rta miya, bu sistema ikkalasi tomonidan ishlov ketirilyapti. Asab sistemasi ham o'ziga yarasha quvvat olyapti. Sut hali quvvatiga o'tganimiz yo'q, bu yog'iga ketyapmiz. Endi oddiy chiqindi holatida chiqib ketishligi ham 27-si. Yo'g'on ichakda 37-si. Yo'g'on ichakdagi mayda toshmalarni yo'qotishlikka. 38-si yorilish deymiz. Ba'zida pahlavon bo'lib ketib qolamizda, nima qilamiz? Gilosa danagi bilan tap yutaveramiz. Nima qilasiz? Bilasizlar, ichida mayda bunday uchli narsasi bo'ladi. Haligi narsani yo'g'onicha siqib o'tkazganda yorib qo'yamiz. Yorilish deymiz. Doimiy iste'molimizda o'sha yorilishlarga, asal bilan ketilinyapti iste'mol holatlari ora-orada. Nima bo'ladi? O'sha yorilishlarga ham chiroyli holatlarda kifoya qilib o'tiliveradi. Tushuntiradimi? Sutni asal bilan yo'g'on ichakdagi o'sha yorilishlarga harakat qilinadigan bo'lsa,
isilinadigan bo'lsa, shu yorilishlar ham yo'qolib ketadi. Tushuntiradimi? Xo'sh, 39-si. Yo'g'on ichaydi, surish, ishlash faoliyatlarini normativ holatga kelib qo'yadi. Ich kelishlari norma holatda bo'ladi sut ichgan odamda. Tushuntiradimi? Sut ichgan odamda norma holatlar. Endi bitta narsani ham unutmanglar. Ma'lum kundan keyin organizmingizdagi zaharlarni quvib chiqarish holat bo'lganda sutni o'zi ishni qatirib qo'yadi. Tushuntiradimi? Unda asab sistemasida ham ketyapti, belingizda ham jarayon ketyapti. Bunday holatda nima qilinadi desa, jicha sog'roq suv bilan ichilinadi asal. Keyin belga asal qo'yib turiladi. Sutni yana o'sha ketayotgan me'yoringiz davom etaverasiz. Tushuntiradimi? Xo'sh, 39-si bo'ladigan bo'lsa, 40-si yo'g'on ichaydi, oxiriga chiqarib yuborish holatlaridagi ishlash holatlarini ham normativ holatga keltirib qo'yadi. Endi 41-si 41 ta berib o'tamiz bunisini o'ziga. 41-si shunaqangi bir holat bo'ladiki, o'sha chiqarib yuborgandan keyin o'zida narsa olib qolmaydi. Hissiyotini zo'r ishlatib qo'yadi. Tushuntiradimi? Ba'zi odam uzri endi qo'pol bo'lsa ham hovliga borib kelgandan keyin bir joyda tura olmay qoladi va aqa yuradi, baqa yuradi. Nima bo'ldi desa, xuddi ana shu o'rtadagi mana shu 3 santimetrdan 5 santimetrgacha keladigan, g'ijillanib qo'yiveradigan holatida yig'ilib qoladi, narsa qolib ketib qoladi. Ma'lum bir narsa qolib ketib qolsa, haligim bilan haligi qiynalib yuraveradi-da. Keyin yana bir hovliga borish, boshqa bo'lak bilan ketib qoladi. Asha narsa bo'lmaydi. Tushuntiradimi? To'liq chiqarib yuborgandan keyin mustahab qilib tahorat olib ketilaveradi. Insonda shunaqa joyim bor edi degan narsa ham esiga kelmaydi. Tushuntiradimi? Normativ holatga ushlab oladi. Endi keyingi holatlar. Ta'sir doiralari, quvvat masalalariga buni ham ozroq bermasak vaqtimizda ancha yutqizib qo'yamiz ekan. Xo'sh, jigar sistemalari. Endi jigar kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, oldin mindat muolajasi yo piyaladaydan 4 kasallik asalgacha qilinib tozalanib olinadi u inson. Tushuntiradimi? 21 kungacha tozalanadi. 21 kunda vojib sunnatlardan foydalanib bo'lgandan keyin sistema o'zini ushlab olgandan keyin biz har qanday 6 oylab parhezga olib yurmaymizda jigar kasallarida 21 kun yetadi. 21 kundan iyag'iga biz mana sutni hozirgi aytganimizdek ichish tartiblarida tavsiya qilamiz. Bunda nima bo'ladi deyiladigan bo'lsa, jigardagi holatlarni normativ holatga olib kelib beradi. Tushuntiradimi? Jigar masalan qizil bo'ladigan bo'lsa, siz bilan biz hujali asal, mindart muolajalari, vojib sunnatlardan foydalanib borilganda nima bo'ladi desa, qip-qizil jigarimiz biz oq-oqni yemadsa bo'laveradi deymiz. Kerak bo'lsa bog'chalarda ham, maktablarda ham, banisalarida ham tuxum bilan sutni bitta paytda beradi. Bilaylik ana shu kasallik. Yahudiylar bizni miyamizga quyib, ashini bitta qiladigan qilib qo'yishganda, oq-oqni yema degan Rasululloh. Hech kerak emas bu narsani. Tushuntiradimi? Ikkovini bitta paytda yemaydi. Nima uchun deyiladigan savolga mana javob qilib o'tamiz. Parchalanish 2 marta bo'ladi. Bittasi oshqozonda bo'lsa, ikkinchisi jigarda. Shu bilan nima bo'ladi desa, jigarda tiqilish holatlari bo'lib qoladi. Tushuntiradimi? Jigarda tiqilish holatlari bo'lib qoladi. Shu bilan jigarlarimiz qip-qizil jigar pushtiranga aylandi qoldi. Haligi odam oqmagan suv, yegisi yo'q, ichkisi yo'q, o'tmayapti, ishtaham yo'q, tortmayapti. Tortish uchun ani ishlab turishlik kerak. Tushuntiradimi? Bitta narsa konveyerda ham hamma narsa turib qoladi. Desa bitta joyda probka bo'lib qolsa. Jigarni probka qilib qo'yapmiz. Qima degan narsani qilib yotibmiz. Zaril kerakli o'sha probkalarni bitta ko'tarishda yo uzog'i 3 kunda ochib tashlaydigan asalni u yahud parazlarga o'xshab turib nima deyapmiz? Zarar deyapmiz. Asal zarar qiladi, asal issiqlik deyapmiz. Dindan ham chiqyapmiz, ham kofir bo'lyapmiz, ham bitta odamni bir umr haligi probka bilan yurishga sababchi bo'lib qolyapmiz. Asalda Alloh taolo Qur'oni Karimda shifo manbai qildim deyapti. Kim buni mana unga yoqmaydi, mana uni kasal qiladi, yo issiqlik, asal zarar degan odam kofir bo'ladi. Kofir degani nima qiladi degani desa, inkor qiluvchi. Allohning shifo degan oyatini inkor qilyapti. Tushuntiradimi?
asalni ish koeffitsiyenti jigarimizga o'ta yuqori. Jigar bilan shu quchoqlashib ko'rishadi. Hali jigarim deb ba'zilar quchoqlashib ko'rishib bo'ladi-yu, bu jigar bilan o'zi asal shunaqa ko'rishadigan narsa bu. Endi qarang. Xo'sh, o'sha narsalardan keyin asal iste'mollaridan keyin mana jigar tozalaviga boshlandi. Ungacha biz tavsiya qilavermaymiz. Endi ungacha qiladigan tavsiyalar nima keltirib chiqaradi desa, ko'proq kasallikni ziyoda qilib beradi. Hozir ko'proq doktorlar, tabiblar, boshqa bo'laklar, jigar seroz, jigar nelarga, tuyasi uchun, siydigini uchun jo'natyapti. Xo'sh, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kimni jo'natgan desa, qora talada buzilishi bordi. Misolda jo'natganda, yara toshigan edi. Toshib ketgan edi. Keyin ularga siydigini tavsiya qilgani siydikka yarash odamlar edi. Tushuntiradimi? Xuddi Nuh alayhisalomning davrida nima o'zlarini axlatini o'zlariga shifo qilib qo'ygani, ularga ham yaxshi siydik ichish kerak edi. Nimaga bunday deyapsiz siz? Ular davolanib bo'lgandan keyin murtad bo'lib, dindan qaytib, cho'ponlarni o'ldirishib, qatl qilib ketishib molini haydab, tuyalarni haydab. Tushuntiradimi? Shuning uchun ular asli siydikka yarashadi. Bu boshqa hech qachon biror joyda siydik tavsiya qilinmagan. Tushuntiradimi? U holatiga qarab turib. Endi qarang, ungacha qilingan sut mahsulotlari biz aytgan vojib sunnatlar, ya'ni buni biz aytmaganmiz, Alloh Qur'onda aytgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, mana hadis, butun tavsiyalari shun bilan bo'lingan. Alloh va Rasuli vojib sunnatlarni qilgandan keyin qiladigan bo'lsa, biz aytgan natija olinadi. Ungacha qatiq bunday narsalardan, sutlardan foydalanishliklar inson organizmiga qo'sh minusga keltirib qo'yadi. Tushuntiradimi? Chunki sut qo'shib 2 marta parchalanadi. Kamiga parhezi yo'q, tuxumni ham urib yotishibdi. Shu bilan haligi insonda tiqilinch holat, o'lim holatlarigacha borib qolishligi mumkin. O'shuning uchun biz buni boshida ham aytib o'tdik. Biz aytgan holatlar bilan Xudo xolasa harakat qilinadi, yaxshi bo'ladi. Endi bunda qarang. Xo'sh, biz aytgan holat tozalanib bo'lindi, vojib sunnatlardan chiroyli holatlarda. Endi iste'mol ketdi. Nima bo'ladi? Deyiladigan bo'lsa, sut shu daraja go'zal holatlarda ish olib boradi. Oshqozonda parchalandi, qizil o'ngach, dezinfeksiyalar qilib tortilyapti. Ikkinchi marta parchalanishlik, qonga qo'shilishlik jigarda sodir bo'lyapti. Jigarda qanday bo'ladi deyiladigan bo'lsa, go'zal holatlarda bo'ladi. Tushuntiradimmi? Inson jigardagi holatlar, jigardagi ish, faoliyat, funksiyalari ikkinchi parchalanishlik birinchi parchalanishidan ham go'zal holatlarda tashkil qilinadi. Tushuntiradimmi? Alloh taolo jigarda shunday narsa qilib qo'ydiki, Alloh taolo qondan yaratdi jigarni, boshqa narsadan emas. Tushuntiradimmi? Unda nerv sistemalari yo'q. U o'zini faoliyatida sut bilan ishlaganda juda chiroyli obработка qilib beradi. Endi u narsa jigarda o'zida birinchi jigar yayraydi. Bag'rim yayradi-da deymiz, bilasizlar. Mashit ichdim, yomon bag'ir deb turib jigar aytiladi. Bag'rim yayradi deymiz. Haqiqatan jigar yayraydi. Jigar ikkinchisi funksiya darajalari o'ta yuqori bo'ladi, ishlash holatlari. Uchinchisi jigar o'ziga quvvat masalalarini yuqori oladi. Oddiy masalan qizil nima bo'lsa, qizil qonimiz o'zi shunaqangi qon qizil bo'ladi, shu qon o'zi oq bo'ladi, qizil rang bo'ladi. Sutdan ham o'sha ranglarni oladigan jigarimiz bo'ladi. Oddiy ichyapmiz mana. Sutdan ham shu daraja obработка qilinadiki, hammasi mahsulotdan chiroyli holatlarda xuddi bola ona sutidan 2 yilgacha maza qilib emib, holatlari zo'r, baquvvat yurgandek, jigar sistemalarimiz nihoyatda chiroyli holatlarda o'ziga oladigan mahsulotlarini aytganimizdek rang, kislota, o't aytamiz-ku, kislotada o'zi sepib bergan. Kislotani ham jigar oladi. Kislotamiz, ishlatgan safrolarimiz. Endi safro yerdagi buzilishni evaziga bo'lib qoladigan narsa-yu, endi odamlar tushunishligi uchun kislota deyapmiz. Bu kislota u alohida narsada ichidan ketadigan narsa bu. Haqiqiy borib o'sha narsalarni jigarda o'ziga tayyorlab beradigan narsa, jigarda o'zining mahsulotlari. 5-chi u bo'ladigan bo'lsa, undan tashqari 6-si o'sha narsalarni o'zini o'rnida harakatda joy-joyda qilib qo'yadi. Tushuntiradimmi? 7-si qonni yurakka
haydab surib berishlikda chiroyli ishini olib boradi. Endi 8-si tinka masalalari. Tinka, siz ilik ko'chirishlik kerak ekan, u bo'pti, bu bo'pti. Haligi inson 2 oy, 3 oygacha sut mahsulotlarini shunday holatda ichilinadigan bo'lsa, tinka degan temamizga kelsak, o'shanda ham berib o'tib ketganmiz. Tinkadagi barcha buzilishlarni hammasini yo'qotadi. Tushuntirdimmi? Tinkani o'zini filtr holatlarini tozalaydi. Tinka xo'sh, u shunday narsaki, siz bilan bizga tinka zamikaniya arqa tomoni zamikaniya qilsa, oldi tomoni holat bilan asab sistemasini ketayotgan umurtqalarimiz bor-ku, hammasi kelib tinkaga bunday bo'lib qadalgan narsa. Qo'ydi so'yganda to'shini ko'rganmisizlar? Xuddi shunday. Bu asab sistemamiz ishlab turishligi bilan qon обработка bo'ladi. Qon pishadi. Tushuntirdimmi? 13-si qonni pishirishlik, normativ holatlarga olib kelishlik, 14-si. 15 yurakka chiroyli holatlarga qonga bitta tomirda o'zi yetadi pishirishga. Tushuntirdimmi? Qolgan hammasiga qo'shadi. Xuddaligi zamzam deymiz-ku. Zamzam, shuncha narsani zamzam qiladi degandek, bundagi pishib chiqqanini o'zi sistemamizni normativ holatda, qonni normativ holatda harakat qilishlikka quvvatni sara qilib beradi. Tushuntirdimmi? Endi tinka yurakka berdi. 15tasini berdingmi? Endi 16-si yurak sistemalari. Yurak ishlashda, yurakdagi holatlar, yurakdagi ichki mayda chuyda buzilishlari. Tushuntirdimmi? Ichki masalan yurakdagi toshma, mana nimalarga ham tavsiya qilib qolamiz. Yurak paroylar deymiz-ku, ichki nuqsonlari. 17. Ularga yurakdagi ishlash, klapanlarda ishlash holatlariga ham chiroyli holatlarda o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Yurak sistemasini tozalashlikka ham nihoyatda katta rol o'ynaydi sut. Tushuntirdimmi? Endi yurakda sutdan kelinyapti. Yurak tinka katta miqdordagi sutni o'zini quvvat doirasini ushlab qoladi. Ushlab qolib turib, mana shu eslaringizda tursin 18. O'pka tomonda venasiman arteriya tomirlari deymiz. O'sha narsa o'pkaga qonni haydab turib, iyag'dan kislorodni olib kirib ketadi. Tushuntirdimmi? Erkak uni haydash uchun nima qilish keraksa, bitta ham joy hujum katta bir nima bo'ladigan bo'lsa, eng kuchlilarni tashaganda bu yerga sut mahsulotimiz o'pka bilan juda chiroyli ko'rishadi. Chunki o'pka yetmasda, o'pka suyaymas. O'pkaga bo'ladigan holatlarida katta quvvatni zo'r holatda tashab beradi. Keyin o'pka sutni ichidagi qaymog'i deymiz, yog'i. O'shindagi ta'minot tiniq yetib boradi. Hayvon yog'lari yetib boradi-da. Tushuntirdimmi? O'simlik yog'lari o'pka ta'minotlarimizga bormaydi, bag'da o'zida ketadi. Lekin hayvon yog'larimiz o'pkaga chiroyli holatlarda yetib boradi. Tushuntirdimmi? Chiroyli holatlarda o'pka sistemalarimizga tiniq holatlarda yetib borib turib, u yerda o'pkadagi balg'am ishlash, iyag'i xo'sh 18 bo'lsa, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 7 xil protsessda o'pkada chiroyli holatda o'zini ko'rsatib qo'yadi. Tushuntirdimmi? Birinchi yo'llarini ochib beradi. Tushuntirdimmi? Ikkinchi balg'am ta'minotlari, balg'am o'pkadan ishlab chiqariladigan stanoylari bor, mahsulot. Tushuntirdimmi? Uni keyin quvvatlarni o'zini o'rniga 3-si joy-joyga qo'yadi. 4-si kislorodni olishlikka qonda ham nihoyatda svejilik, shunaqangi bir holat bo'ladiki, quvvat zo'r, qon chiroyli holatlarda 4-si quvvatni o'zi bilan oladi. 5-si olib chiqib ketishlikda. Endi 6-si o'pkani garmaj nima deydimiz? Ishlab turishlik bor-ku. Shunaqangi xususiyatini ishlash, xususiyatida quvvat masalalarini go'zal holatlarda beradi. Keyin 7-si balg'amimizni chiqarib olishlikda
suv bilan ana nurlanish boshqa bo'laklarni hammasini ham ketkazadi-da. Suvi alohida, baliq ham shunaqangi shilimshiq yopishqoq narsa bo'ladiki, tasdida yopiladi. Koronavirusni nurlashdi-yu bizni. Ana shundagi holatlarni sut oldini oladi. Tushuntiradimi? 7-si. Ya'ni deganda baliq ham chiqib ketadigan darajada ishlov berib qo'yadi baliqamga. Xuddi qurtoq tayyorlagandek. Tushuntiradimi? 7 xil pozitsiyani u yerda Xudo xolasa chiroyli holatlarda bajarib beradi. Tushuntiradimi? Xo'sh, hozir 25 ga bordingmi? Endi 26-si. Endi sistemamizdagi hamma quvvatlarni olib ketilinyapti. Olib ketadigan mikroorganizmlarimiz chiroyli holatlarda o'zini vazifasini bajargan holatlarda butun kletkalarga qo'yishligi. Tushuntiradimi? Endi baliq ham o'pka sistemasi hammasi joyida bo'lsa, nima bo'ladi? O'pka sistemasi normativ holatga tushadi. Endi bu tanalarimizni yayrashligi sut bilanda. U yerdagi bezlarimizni 27-si. Bezlarimizni chiroyli holatlarda limfa bezlari. Undan tashqari inson organizmida ishlaydigan stanoylar deb berib o'tib ketganman. Ashi bezlarni ishlash faoliyatini go'zal holatlarda tozalab o'tib ketadi. Tushuntiradimi? Tozalab bezlarni joy-joyga qilib o'tib ketadi. Tozaladimi, qonini qaqib oladi, uni axlatini qaqib olsa qonga qo'shadi. 27. Qo'shish holat tozalashlari 27, 28, 29 gacha to olib borib qon ketilinyapti vena. Ketilinyapti qora talaq. Endi qarang 30 qora talaq o'tilinyapti. Qora talaqdan ham oson holatlarda oshqozonga tashab turib ketib yuborilyapti. Yog'i buyrakka qarab ketilinyapti. Tushuntiradimi? Sut ichgan insonda holat, yengillik holatlar normativ holatga ketaveradi. Endi ketilinyapti bu yoqqa buyrak. 31, 32, 33. Buyrak qabul qilishlik holatlari sut ichgan odamda normativ holatda ketilinyapti. Obработка holatlari normativ holatda ketilinyapti. Ajratish holatlari normativ holatda ketilyapti. Endi iyag'i chiqarishga berib yuboryapti, siydikka, quvurqa qarab berib yuboryapti. 36-si. Va 34-si. Shuna bo'ladimi? 34-si quvurqa qarab ketyapti. Endi haligi insonda siyish masalalari ham normativ holatga tushib olyapti. Nimaga esa sut ichyapti? U yerda tozalanish holatlari ham yaxshi ketyapti. 35-si. Siyish quvurdagi mayda toshmalar, mayda toshlar deyshadi-yu, toshma so'z, u ham kislotalar. U narsalarni ham normativ holatga keltiryapti. Buyrak quvurdagi holatlar endi tozalaydi deganimizda buyrakka kirib ketaveradi. Quvurdikini ham 37. Endi undan tashqari ketilinyapti. Toshma quvurni ishlash, quvurni chiqarish holatlarida ba'zi odamlar deydi, CD tutmaydi deydi. Yerda nima bo'ladi desa, miyadagi chip, CD tutishdi uchidagi chip. Uchidagi chipni ham shunaqangi bir chiroyli holatlarda tozalab, chiroyli holatlarda olib chiqib ketyaptiki, shu bilan nima bo'lyapti desa, miyadan buyruq bo'lganda CD kelyapti, qolgan payt esiga ham kelmayapti. O'ta chiroyli holatda tozalayapti. Kerak bo'lsa, sahardagi tahorat kechqurun xuftongacha ham bemalol yuribdi. Yeyapti, ichyapti, hamma yo'q ketyapti. Nima desa, organizm normativ holatda ishlayapti. Tushuntiradimi? 38 bo'ladigan bo'lsa, 39-si o'sha narsalarning mahkam holatda bo'lishligi. Tushuntiradimi? Keyin 40-si klapanlar miya bilan bog'langanda o'zini vaqtida shunday ochib berishligi-yu, o'zini vaqtida shunday yopishligi. 40-si. Endi 41-si prostatit holat sistemani hamma yo'g'ini chiroyli holatda normativ holatga kelgizayotgan prostata bezida ham xuddi shunaqangi holat. Buni alohida aytib o'tib ketmaslik bo'lmaydi. Prostata bezida ham xuddi shunaqangi holatlar. Tushuntiradimi? Bezda ham tozalanishlar. 41-si. Bezni tozalash, bezdagi shishlarni yo'qotish, bezni normativ holatda kapchonka holatga keltirishlik. Kapchonka holati degani nima degani desa, 18 yoshli bolaniki ham 90 ga kirgandiki ham bir xil holatda. Siydik tutib olib keyin qo'yib yubormaydi. Tushuntiradimi? Siydik dushab olib keyin qo'yib yubormaydi. Yo pichadan keyin pishdi-da bag'i demaydi. Tushuntiradimi? Uzr qo'pol bo'lsa ham-da.
Nimaga desa, prostatitni ishlash faoliyatlarini chiroyli holatda kiygizib qo'yadi. 43, 44lari. Tushuntiraldimi? 43, 44lar. Prostatit holatlarida ham normativ holatga kelib qo'yadi. Endi undan tashqari 45, 46, 47miz. O'g'il bolalar. Bel tomonida shunaqangi bir ekinzori bor, Alloh taolo bergan. O'sha narsani ichidagi buzilish holatlarini normativ holatga, yetishmovchilik holatlarini normativ holatlarga, uni ishlash funksiyalarini normativ holatlarga. Endi 48, 49. Endi prostatitdan unga borib turib, yo'l ochib turib haydab beradigan yo'nalishlarni ham normativ holatlarga olib kelib qo'yishligi. Borishini ham, holatni ham darrov normativ holatlarga olib kelib qo'yishligi. Tushuntiraldimi? Endi bu 50. Xuddi shu narsa 47, 48, 49ga ayollarkini ham qo'shib qo'ya qolaveramiz. Ayollar ko'krak ostidan deb keladi-da, ko'krak ostidan keladigan suv deydi. Endi xuddi shu ayol kishini tuxumdonlarini ham xuddi erkak kishida hozirgi aytganimizdek qanday ekinzor to'g'illanadigan bo'lsa, urug'don. Ayol kishini ham urug'donlari xuddi shunaqangi bir holatlarga kelishligi. Tushuntiraldimi? Endi shu bilan hozirgi prostatitda ularga ayollarga ham alohida aytamiz. Bachadon holat, bachadondagi mayda toshmalar, boshqa bo'laklar, ichidagi buzilishlar, miomalar har xil kirib qo'ygan. Bachadonda shunaqangi narsa borki, xo'sh, bachadon ishga kirib yo'qoladigan bo'lsa, u yerda har qanday mikroorganizm rivojlanib ketishligi mumkin bo'lgan joyda, o'shuning uchun miomalar ko'payish, boshqa bo'lak, bu yoqali nima aytgandek nima? Har xil tabibga shuncha davolangan ekan, bitta ekan ashincha bo'lib ketibdi deydi. Bo'ladi-da. Bo'ladi-da. Uning uchun nima qilishlik kerak desa, oldin bachadonni tozalash, quvvatlantirish, asal bilan abrabotkalar chiroyli holatlarda bo'lsa-ki, o'sha narsalar hammasidan qutulib oladi. Bachadonni tozalashliklarimiz, Xudo xolasa, bular ham shuning ichiga kirib ketaveradi. Tushuntiraldimi? Endi 50ga bitta narsani beramiz, shu bilan yakun qilamiz, Xudo xolasa. Sut mazza qilib ichgan odam, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asal ichganda mazza qilib ichinglar, his qilib ichinglar degan tavsiyani 50-ga qo'yib qo'yamiz. Xuddi shunday holatda ichishlik bilan organizmimizni qayeriga kerak bo'lsa, bosh miyamiz ash tomonga yo'naltirib beradi. Tushuntiraldimi? Xudo xolasa yakun qilmasak bo'lmaydi. Vaqtimiz ham bo'lib qoldi. Xudo xolasa, keyin yana davom ettirib ketaveramiz. Alloh taolo qodir qilgan. Savollar bo'lsa beringlar sut bo'yicha. Ko'pchilik ichganida shu olmayman dedi-da. Bosh og'riq, peshona og'riqlar. Bu nima desa bo'ladi? Doktorda ko'rsa bola yig'laydi-yu. Ya'ni bu doktorlarimiz yahudiyning malaylari, yugurtaylari, yahudiyning nimasiga shunchalik holatda. Endi bu organizmimizda shuning uchun jarayonlar degan temalarimizga kirsangiz, davolanish konkretniy holatda harakatda bo'lganda sistemamizda o'zgarishlar bo'ladi. Masalan, oddiy asalda ham 3 kunda ichki sistem og'riqlar qattiq bo'ladi deymiz. Nima deyshadi doktorlar? Bo'ldi, asal yoqmabdi, ichma deydi. Bilasizmi? Bu nima edi desa, 3 kundan keyin 1 kunda o'tib ketadigan jarayonni qo'yganda to'xtatib qo'yishadi. Shu bilan qon og'ri yuraveradi. Sutdagi holatda ham hozir shuncha gapni men bekarga gapirganim yo'q. Adashmasam hozir nechta holatda aytibmiz. 50 ta bag'i bo'ladigan bo'lsa, 41 ta bag'i bo'lsa, 91 ta. 33 ta ag'i bo'ladigan bo'lsa, 124 ta. Xo'sh. 124 ta aytdingmi? 124 ta. Bu juda katta narsa. Tushuntiraldimi? O'shuning uchun hozir Alloh taolo bildirganini bittasiga berdi xolos. Endi vallohu alam bis-savob. Alloh taolo yana qanday holatlarda insonga foydali ish koeffitsiyentini beradi, o'zi biladi. O'shuning uchun u narsani ichyapsizmi, o'sha ta'sir doiralarni ko'rmasdan iloji yo'q. Bormi yana savol? Bo'laveradi. Oz edi holatiga. Endi buni faqat o'zini ichishmi yo ovqatga qo'shib?
Yo'q, o'zini ichishlik. Xom sut ichishlik deb berdim, xolos hozir. Ovqatlarni boshqa beramiz, xudo xolasa. Shu ichgandan keyin ovqat yemaslik kerakmi yo? 1 soatcha. Ha, 1 soat. 1 soatcha aytib o'tdim. Bormi yana? Bo'ldi? Ana bolalarga, nevaralarga asal ichiryapmiz. Ha, Ertalarda sut ichishadi bolalar. juda yaxshi. Qo'shib bersa yaxshi bo'ladi. Ha, bo'laveradi. Ha. Bo'laveradi. Ha, ha. Asalga suv qo'yib turib, suvdoniga asal qo'yib turib, asal naqsa bo'laveradi. Yo'q. Uni ham o'zini o'rnilari bor. Siz asalnikini alohida holatda, ya'ni ko'p foyda bordurga kiradi. Nimaniki? Sutniki. Asal bo'lsa, shifo bordurga kiradi. Tushuntiradimi? Ikkalasi bitta bo'ladigan bo'lsa, inson organizmi nihoyatda yuqori darajada effekt beradi. Endi siz asalni boshqa bir maqsadlar bilan ham ichyapsiz-a? Shunaqa. Endi biz xom sutni ta'sir doirasini berdik xolos hozir. Tushuntiradimi? Endi asalni aytgan protsesslarimiz, masalan, 21 kungacha aytdik, asal sut ichilmaydi dedik. Unga ham qo'shib bo'laveradi deb ichib olsa, hozir xuddi shu narsa ketib qolishi mumkin-da, bo'laveradi desa. Xo'sh, yana bormi? Tushunali bo'ldi, chunki vaqtimiz hozir hamma yo'q, tashlaveradi avtomatlarimizdan. Qolmadi? Yaxshi, tugagan bo'lsa yakun qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. O'chiring.